откровенно aytaman. Ayol kishini yashashga undovchi vrachlar mana shu ekan. 148 kilo bilan keldim. Mana shu vrach mana shunaqa go'zallashtirib, hozir men damlamayman, 80 kiloman. Xullas, kim mana shu operatsiyani qilsa, mana shu советую вот таким врачам подойти. У них вообще золотые руки. Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi bemorimiz ko'yibga keldilar. 2 yil oldin oshqozon qishlaydirish amaliyotini o'tkazgandilar. 2 yil ichida umuman hayotlari o'zgarib ketgan, ko'rinishlari ham o'zgarib ketgan, yosharib ketganlar. Senchi opamiz o'zlari qisqacha aytib beradilar, operatsiyadan keyin hayotlarida qanaqa o'zgarish bo'ldi. Qaytadan tug'ildim. Birinchidan sizga katta rahmat. Это святые руки. Советую qizlar, kimda agar muammo bo'lsa, har bitta ayolni kasalligi bu chiroy ekan bu hayotda biz bilmagan ekanmiz. Erlarimiz sani boringcha sevamiz deb, lekin baribir ham ayol kishi o'ziga qarashi chiroyli bo'lsa boshqacha ekan. Allohimga behisob shukr hayotimda. Hayotga qarash, oyoqlar yurmas edi, tizzalar yurmas edi. Ishim o'tayotgan ish temir yo'lda juda qiynalardim. Yurishlarim o'zgardi. Dunyo qarashim o'zgardi. Chunki ayol kishi semirgandan keyin magazinga boradi, millionga kiyim oladi, o'ziga yarashmaydi. Ayol kishi o'zidan soviydi. Qachonki ayol chiroyli bo'lsa, go'zallashsa, oldagi eri, bolalari chiroyli ko'zlar qarasa, ayol yashaydi. Ana shu yashashga majbur qilgan. Rahmat sizga. Vafoda, sog' bo'ling, Spasibo. Спасибо.